xizmatini suyundirib nimada chiroyli qilib ketdingiz? Yetna yarışık emasmi apa? Otam. Unda olsa yetning dasqimda ot chiqirib turgan atirgul qiyiqchini o'tib qo'yaymi? Haqqol. Dostlar biz yaqinda jiboni boshlamoqchi. Shajarning har xil esil nazil ne'matlaridan huzurlanmoqchi bo'lsanglar, shajarning jibo chansiga kirishni unutib qolmanglar. Bizni qo'llab qo'yasizlar. Kunlik sog'lig'ingizga ketarlik materiallar 500 gram un, 5 gram shakar, 1 dona tuxum, 25 gram suv may, suv muvofiq miqdorda, tuz 3 gram. Kerakli materiallarni filmning orqaga qo'yib qo'ydim. Lazım bo'lsa rasmga tartib olsangiz bo'ladi. Oldinlar unni selib olamiz, shakarimizni selib olamiz, tuzni selib olamiz. Asosiyatda hamma nimalarni selib olib lamjug'urimiz buni. Odatda uydalar men xamir jug'ilgandek lam. Intayin oson, bek chiroyli sangiz chiqadi juma bundan. Hayitga oz qoldi, hayitga cho'qim qilib sinab biqishingni chin ko'nglimda umid qilaman. Mana xamirimizni mushalatga kelganda tundirish qo'yib qo'ysak bo'ladi, 15 minut tundirib yoyib olamiz. Xamirimiz tinib tayyor bo'libdi. Endi mishni yeyib olsak bo'ladi. Yoqtirgan do'stlar yurak berib saqlab olishni unutib qolmanglarmi? Bizni jiq qo'llab turanglar, taxmi yaxshi qo'shiqlarni unutib qo'ymaydiganlik. Mana xamirimizni mushalatda nipis qilib yeyib olamiz. Manda qilpimizda, cho'risi gullik qilpimizda esib chiqib olamiz. Bishta qilibdan chiqirib olgandan keyin har bir xamirimizning o'ttirga suv tekkizib o'tib, men 5 qavat qildim mana hozir. Cho'kimizda manda bir besip, ma ta'ti tarafidan yana bir besipimiz. Bu holatda moyga selib o'rib pishirsak bo'ladi. Mana shu xamirimizni cho'kimizda mishta o'ttirni qisib olib, mishta to'xtamay gulini ichib olamiz orasidagi. İçilib olgandan so'ng ondan to'xtamay o'rib. Qaranglar bu ajoyib chiroyli chiqdi juma mana qarang. Va, nim deganda payza. Lekin buni qo'linglar to'xtab qolsa manda guli ichilmaydi juma buni. Cho'qim to'xtamaymi shundoq o'rib turishimiz kerak. Mana ma'u pishibdi, mana shunchalik yengil pishdi bu. Nim deganda chiroyli gul qiyiqchimiz. Mana pishib olgan gul qiyiqchimizning ustiga mishta tanfin berib olamiz. Bo'ldi. Nim deganda go'zal. Biz tantanlik bilan yetim kutib oldik. Hammalarning yetigi muborak bo'lsin.